Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. BDT Kişilik Huquq Oliy Komissarlıq İşxanası 21 yanvar kuni o'z tormitida bayonot berib, Tayland hökumətindən 48 Uyğurni Xitoyga qaytarmasligini talab qilgan. Mazkur bayonotda BDT Kişilik Huquq mutaxassislarining so'zlariga o'rin berilgan bo'lib, Tayland hökuməti 48 Uyğurni Xitoy Xalq Cumhuriyetiga o'tkazib berishni darhol to'xtatish kerak deyildi. Ular yana Tayland hökumətining ogohlantirib, agar bu Uyğurlar Xitoy qaytarilib berilsa, dəhşətli qiyin qistoqqa va inson qalbidan chiqqan muomalaga uchraydi deyilgan. Bayonotda ular yana Xitoyning Uyğurlar qilgan zulmlarining isboti bor. Biz Uyğurlarning Xitoy qaytarilsa o'rniga kelmaydigan ziyonkashlik uchrashidan andish qilamiz. Unda qilish musofirlarni tan jazosiga yoki boshqa zo'ravonliklarga uchrash ehtimoli bo'lgan xatarlik davlatlarga qaytarishni cheklashdek xalqaro belgilamaga xilof deyilgan. Ma'lum bo'lgandek, Taylanddagi 48 Uyg'ur 2014-yili Taylandga qochib chiqqan 350 Uyg'ur musofirdan qolganlari bo'lib, ular 11 yildan beri mahbuslik hayotini yashab kelmoqda. Bu jarayonda bolalarni o'z ichiga olgan 5 kishi qamoqxonada kasal sababidan o'lib ketgan. Ular hozirgacha BDT Kişilik Huquq Oliy Komissarligi yoki BDT Musofirlar ishlari komissarligi vakili bilan ko'rishishga amal qila olmagan. Mazkur bayonotda BDT mutaxassislari Tayland hukumatini Uyg'ur musofirlarga zarur bo'lgan turmush sharoiti va davolanish imkoniyati yaratib berishga, musofirlarning qonuniy vakili yoki advokati bilan BDT organlarini uchrashtirishga yo'l qo'yishga chaqirgan. 19 yanvar kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh markazida Uyg'ur jamoatiga qurultayning 8-navbatlik qurultaydan keyingi xizmatlardan ma'lumot berish, jamoatning fikr talablarini anglash va da'vo yo'lida xizmat ko'rsatgan tövbekor shaxslarni mukofotlash marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur marosimga Myunxendagi ko'p sonli Uyg'urlar qatnashdi. Marosim jarayonida qurultayning sobiq raisi Dolqin Isa apandi, qurultayning sobiq muavin raisi va qurultayning oliy maslahatchisi Farxat Yo'rinqash apandining hayot kechmishlarini tanishtirib o'tdi. U so'zida Farxat Yo'rinqashning muhojiratdagi Uyg'ur milliy mujodil tarixida siyosiy, tashkiliy, axborot qatorliq jihatlarda yaratgan töhfalarni muayyanlashtirib, qurultayning uningga ton keydirib taqdirlashni loyiq ko'rganligini jakarladi. Qurultayning raisi Turg'unjon Alovdin apandi bu vaqtda to'xtalganda, mazkur marosimning asosli maqsadining qurultayning 2024-yillik xizmatlarining xulosasini jamoatga bildirish, 2025-yillik xizmat planlaridan ommani xabarlantirish hamda uzun yillardan buyon bu da'vo yo'lida xizmat qilib kelgan fidokor shaxslarni mukofotlash ekanligini bildirdi. Bu kutilmagan mukofotdan qattiq hayajonlangan Farxat Yo'rinqash apandim o'ton kuydirilgandan keyin olqish sadolari ichida qilgan so'zida Uyg'ur millatining vatan va millat yo'lida xizmat qilgan insonlarni har qachon hurmatlab va qadrlab kelayotgan esil an'anaga ega bir millat bo'lganligini tilga oldi. Farxat Yo'rinqash apandim bu vaqtda to'xtalib, o'zining muhojiratdagi 32 yillik siyosiy kurash musobaqasida tunji qatim bu xil mukofot to'niga noil bo'lganligini eskartdi. U so'zida yana 1985-yili oliy maktabni bitirib, axborotchilik bilan shug'ullanib kelgandan buyongi 40 yillik axborotchilik hayotida o'zining vatan va millatning manfaati uchun ajr qilib kelganligidan iftixorlanganligini bayon qildi. Faoliyat qizg'in suhbat va kollektiv nashliqidagi qarindoshlik mehrida ko'plagan ezgu tilaklar bilan oxirlashdi. Amerikaning 47-navbatlik prezidentlik vazifasiga o'tirgan Donald Trump ish boshlagan birinchi kunla TikTokni cheklashni 75 kun kechiktiradigan ma'muriy buyruq imzolagan. Bu vaqtda chiqqan xabarlarda aytilishicha, Donald Trump bu orqali Xitoy bilan savdolashish hamda TikTokni Amerika bilan Xitoyning sherikchiligidagi shirkatga aylantirishni planlagan. Bosh shtabi Xitoyda bo'lgan TikTok Xitoy kompartiyasi bilan bog'lanishli ekanligi va Amerikaga singib kirib Xitoyga foydali tashviqotlarni qilayotganligi, Amerika fuqarolarining bo'libmi yosh o'smirlarning psixik sog'lomligini buzayotganligi bilan ayblanib kelgan edi. 2024-yili Amerikadagi ikki partiya ma'qullagan chet el kuchlarining kontroliga taqobil turish qonun loyihasi shu yili 4-oyda sobiq prezident Jo Baydenning imzo qo'yishi bilan qonunga aylangan edi. Mazkur qonunga asosan TikTok 2025-yili 19 yanvardan boshlab Amerikaga setilish yoki Amerikada cheklanish taqdiriga duch kelgan edi. CNN to'rining 20 yanvar bergan xabariga qaraganda, prezident Donald Trump TikTokni cheklashni 75 kun kechiktirish buyrug'ini imzolaganligi uchun Amerika Adliya ministrligi chet el kuchlarining kontroliga taqobil turish qonunini darhol ijro qilmaydi ekan. Chunki mazkur qonun prezidentga bu qonunni o'z qarori bo'yicha ijro qilish huquqi bergan ekan. Bu sababdan
19 yanvar kuni 14 soat taqılıb qalğan TikTok 20 yanvar tushdan keyin qayta ochilgan. Prezident Trump TikTokni cheklashni kechiktirish haqidagi buyruqqa bergan tushuntirishida TikTokni tuyuqsiz to'xtatib qo'yganda qarshi taraf bilan muvofiq kelishim hosil qilishning tezki to'xtaydiganligini, uni cheklashni kechiktirganda yangi hukumatning u masalani muvofiq bartaraf qilishiga fursat yaratilganligini bildirgan. Xabarda deyilishicha, Prezident Trumpning TikTokni cheklashni kechiktirish buyruqi Amerika Davlat Majlisining qarshi turishiga uchrash ehtimoli bor ekan. Qonun belgilamasida faqat TikTokni Amerikaga setish kun tartibi davom qilayotgan mezgildala prezidentning uni cheklashni uzartish huquqi bo'ldi ekan. Halbuki TikTokning beshidagi Xitoy amaldorlari TikTokni Amerikaga setishni xohlamaydiganligini bildirib kelayotgan bo'lib, buning o'zimi TikTokning Xitoyning maxfiy quroli ekanligini, vaqti kelganda Amerika bilan bo'lgan suhbatda ko'zir qilib qilinganligini ko'rsatadi deb qaralmoqda. Amerika yangi hukumatining tashqi ishlar ministri nomzodi Marco Rubio to'liq ovoz bilan rasmiy vazifaga tayinlangan bo'lib, Trump hukumati ish boshlagan 2-kuni, ya'ni 21 yanvar kuni Washingtonda Avstraliya, Hindiston, Yaponiya tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishgan. Reuters agentligining bu haqda bergan xabarida deyilishicha, Marco Rubioning xizmat boshlagan tunji kuni harakatga o'tib, Xitoy tehdidiga qarshi qurilgan 4 davlat ittifoqi tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishishi yangi vazifaga o'tirgan prezident Donald Trumpning Xitoyga taqobil turishni bosh vazifa qilganligidan derak berdi ekan. Prezident Trump Yaponiya, Avstraliya, Hindiston tashqi ishlar ministrlarini vazifaga o'tirish marosimiga taklif qilgan bo'lib, bu hol Amerika yangi hukumatining Hind Tinch okean rayoni hamkorligini kuchaytirish irodasini ifodalab bergan. Ishki ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, 21 yanvar o'tkaziladigan 4 davlat ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'ini kelgusida prezident Donald Trump o'tkazadigan 4 davlat boshliqlari yig'inining asosini tiklaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyadan tashkil topgan 4 davlat ittifoqi 2007-yili Yaponiyaning tashabbusi bilan qurilgan ittifoq bo'lib, dastlabda Xitoyning Hind Tinch okeandagi ig'vogarchilikni cheklashni maqsad qilgan xavfsizlik dialogi bo'lgan. Keyincha 4 davlatning diplomatiya va istixborot jihati hamkorligiga qarab taraqqiy qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamızning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.